Assalomu alaykum, hurmatli Vatanus kanali obunachilari va kanalimizda mehmonlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Chorbog' To'rang'i qishlog'idan shu Asror akamizning xonadonlaridan video syomka jarayonlarini olib boryapmiz. Hozirgi videomiz shu mol boqish haqida bo'ladi. Qiziqqanlarga, novvos boqib foyda bormi deganlarga bitta chiroyli video tayyorladik. Mana Asror akamiz bilan. Assalomu alaykum. Asror aka, tuzimisiz? Aka, endi bularni bir yoritib berasiz aka. Nech puldan rasxod bo'lyapti, nech puldan olingan, nech puldan olingan aka bu angus buqalar? Ularga rosa 1 yil bo'ldi. 13,5 million so'mdan olib kelganmiz Namanganda, To'raqo'rg'on. Namangan viloyati To'raqo'rg'on mol bozoridan olingan, ha? Yo'q. Xo'jalik uydan olib kelganmiz. Ha, xo'jalik. 13,5 million so'mdan olib kelingan. Qaysi soyda olib kelingan aka? Aniq esimda yo'q, lekin 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi, ha? 1 yil bo'ldi. Rosa 1 yil bo'libdi. Mana 4 ta angus buqamiz 13,5 million so'mdan olingan. 27 million, 54 million bo'ladimi? 54 million so'mga olingan. Hozir gigant tayyor o'zi. Bularni yeyishga kelayotgan bo'lsak, mana silos yeydi ekan faqat. Kelgancha shu hozirgi holatgacha 4 mashina, 3 mashina, 4 mashina silos yeyibdi. Endi yoshligida buzoq bo'lgan, mayda bo'lgan, unda kam-kam yegan. Hozir endi rost mana yeyishga kiribdi. Hozirgi momentda yeydigan yemi silosga somon aralashtirib, Sera kepak. ha, sera kepak, ana bug'doy yormani shunday tegirmondan o'tkazilgandan bir paxir yeydi ekan. Bir shu silosga aralashtirib, 8 kilo premium. ha, примерно 8 kilo yeydi ekan bir mahaliga. 2 mahal qaraladi, ha? 2 mahal qaralar ekan. Asosan o'zlari ishda bo'lar ekan, ayollar qaraydi ekan. Shu silosga aralashtirib berilar ekan 2 mahal, ertalab, kechqurun. 8 kilo desa ham 16 kilo. Hozir kunda bug'doy yorma 3000 hisoblasangiz ham 25 ming, bir mahaliga 25 ming, silosi bilan bir 40 minglarga, 40 mingdan ham oshadi. 50 mingga tursa ham bitta molimizga hech qanchadan tushmaydi ekan. Hozir bularni tarozimizda olib kelganmiz, tortib kilolarni ko'rsatamiz. Keyin 1 yilda qancha qo'shilgan, necha puldan bo'lgan, shularni aytib beramiz sizlarga. Bizdan uzoqlashmanglar. Hozir taroziga chiqish jarayonini olib chiqamiz. Birinchisidan boshladik, xudo xolasa. Barakasini beraversin. Necha kilo chiqadi taxmin qilasizlar? Yuvosh ekan, lekin bo'ynida olib chiqamiz deyapmiz. Cho. Aqldan sakrab o'tib ketamiz. 650 kilo atrofida chiqsa kerak. Cho. Bu tagida go'ng to'planib turibdi, buni ham o'zini siri bor ekan. Molning oyog'i go'ngga botib tursa yaxshi o'zgarar ekan. Keyin nima deymiz? Muzdek bo'lar ekan. Go'ngga yotadi-yu. Muzdagina yotar ekan. Endi bu akamizning boqish uslublari shunaqa ekan. Cho. Mana birinchi buqamiz chiqdi. Bu hayvoningda aka 650 ko'rdim. O'zi ham to'shni ko'rib qo'yibman. Cho. Hop, chiqdi aka. Mana. To'shninki 659 kilo. Boqqanga rahmat, mana shu Asror akamizga rahmat, shu darajada boqqanga. O'zi bo'lmaydi. Tushiraveramiz aka. Mana ikkinchi buqamizni ham olib chiqib oldik. 94 kilo. 594 kilo chiqyapti ikkinchisi. Bo'ldi, olib ko'ramiz. Mana uchinchi buqamizni ham chiqarib oldik. Ozgina chiqarish qiyin bo'ldi. 599 600 kilo ekan. Rona 600 kilo. Uchinchi buqamiz. Shu hakam buni juda. Shu darajaga keltirish ham o'zi bo'lmaydi. Birinchisi 659, ikkinchisi 594, uchinchisi 600 kilo mana. To'rtinchisi ham ozgina sho'xroq ekan. Harakat qilamiz chiqarishga. Chiqarilsak uni ham syomka qilamiz. Shuncha mehnatga layk bosinglar. Bu to'rtinchi chiqarib bo'lmaydi. To'rtinchisi eng kichkinasi ekan, 571 kilo. 571 kilo chiqyapti.
Eng kichkinasi shu. Ama eng sho'x ekan. Shu bo'yinda bo'lib ketibdi. Mana buqalarimizni ham tortib joyiga joylab oldik. Bularni endi xolam boqqan ekan. Akamiz to'shni necha kilodan yeyishini bilmaydi. 6 oy o'sha boshida faqat sera kepak, keyin 6 oydan keyin ozgina kunjira qo'shilgan ekan. Rasxoti endi shu oyiga boshida kamroq bo'lgan bo'lsa, keyin ko'proq bo'lgan. Bir 600 mingdan hisoblasak ham bir donasiga 6 million 7 million 200 ming so'mdan, bir yilda 7 million 200 ming so'mdan, 7,5 million so'mdan bo'lsa ham qancha bo'ladi? 60 million rasxot bo'ladi. O'zlari necha pulga olingan edi? 13,5 dan 54 bo'ladi. 54 millionga olingan. Mayli 60 millionga 60 million, 120 million desak ham, rasxotlari bilan 120 million desak ham, hozir kalkulyatorda ko'rsatib oling ekan. Kalkulyatorda hisobladik, hozir hammasini kilosini qo'shib 2424 kilo chiqyapti. 64 mingdan 155 million so'm bo'lyapti ekan. Rahmat hammalaringga e'tibor uchun. Videoga like bosib, mehnat qadrlab qo'yasizlar. Hammalaringni chorvalaringga Alloh baraka bersin. Shunaqa angus buqalardan 10-15 ta uylarni turish nasib qilsin.